Andijonda hali bunaqasi bo'lmagan. Fatondan ikkita bahaybat pikap avtomobil. Ko'rib turganingizdek, ikkala pikap avtomobilimizda ham Andijon filialimizga olib kelib qo'yganmiz. Bunisi benzinda harakatlanadi, bunisi esa dizelli gibrid. Ushbu Tunland V9 avtomobilimizni gabarit o'lchamlari 561 ga 2 metr tashkil qiladi. Balandligi esa 190. Ushbu G7 avtomobilimizni gabarit o'lchamlariga keladigan bo'lsak, 534 ga 194 tashkil qiladi. Balandligi esa 190. Avtomobilimiz salon qismiga keladigan bo'lsak, kattakon panoramli lyuk, monitor, 360 gradusli kamera, klimat kontrol, cruise control, polosali dviganiya hamda ovozli boshqaruv tizimiga ega. Undan tashqari avtomobilimizda Face ID tizimi ham mavjud. Ushbu V9 avtomobilimizni motor qismiga keladigan bo'lsak, 2 turbinali dizelli motor bilan jihozlangan va ushbu avtomobilimiz gibrid hisoblanadi. G7 modelimiz esa 2 turbinali benzinli motor bilan jihozlangan, 238 ot kuchiga ega. Ikkala pikapimizdan ham Andijon filialimizda sotuvda mavjud. Bemalol avtosalonga tashrif buyurib, haydab ko'rgan holatda ushbu avtomobillarimizni xarid qilsangiz bo'ladi yoki batafsil ma'lumot olish uchun pastdagi nomerlarga aloqaga chiqing.